Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi ishimizda Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga 2000 ta zakasimiz bo'ldi. Inshaalloh Xudo xolasa yetkazib keldik mana. Namangan, Andijon, Farg'ona vodiy bo'ylab 16,5 ming so'mdan dastavka qilib beryapmiz. Kimga shunaqangi gazoblovlar kerak bo'lsa, ekranda raqamlarga murojaat qila olasizlar. Gazoblovlarimiz xohlasa sifatli razmerlarga javob beramiz. Kimga shunaqangi gazoblovlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qila olasizlar. 6 xona uyga 1800 ta mo'ljallashibdi. 2000 ta, 1800 ta, 2000 ta zakaz qilishdi. Plus minus 200 ta aytishuvdi. Videomizga bitta like, bitta podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasa. Do'stlarimizga shu raqamlarni jo'natib yuborsak, shu videoni jo'natib yuborsak, kimga shunaqangi gazoblok mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Videomiz oxirida bitta like, bitta podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasa. Shunda ko'proq insonlar ko'radi. Inshaalloh egalariga yetib borar shu video ham. Bolalar xonasi ekan shu, kichikroq. U mehmonxona ekan. O'sha keyingilarda bitta ota-onalar xonasi, saunzel, oshxona bor ekan. Shunga moslab fundament qo'yilgan ekan. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. 16,5 ming so'mdan.